Eyelinerlar bilan kerakli natijalarga erishish ularning to'g'ri moslashuvga bevosita bog'liq. Yaxshi joylashgan eyelinerlar nazorat kuchini aniq taqsimlaydi, bu esa tishlarning samarali va to'g'ri siljishi uchun yetarli bosimni ta'minlaydi. Clean Correct eyelinerlari ilg'or 3D rejalashtirish asosida tayyorlanib, tishlarning to'g'ri siljishi uchun kerakli bosimni aniq taqsimlaydi. Mukammal moslashgan eyeliner tishlarning oldidan orqasigacha zich yopib, deyarli bo'shliqsiz qoplaydi. Ammo tishlar chetlari va eyeliner qismi orasida juda kichik bo'shliqlar bo'lishi normal holat hisoblanadi. Ular tishlarning kelajakdagi joylashuvini hisobga olib yaratilgan. Optimal moslashuv uchun chewerlardan foydalaning. Ularni og'zingizga qo'yib, barcha qismlarni qamrab olgan holda 5-10 daqiqa davomida chaynang. Bu eyelinerning to'g'ri joylashishiga yordam beradi. Agar eyelineringizning moslashuv haqida xavotir bo'lsa, quyidagi belgilarni kuzating. Eyeliner juda bo'sh joylashishi yoki osonlikcha chiqib ketishi, eyeliner orqa tishlar tomonida yaxshi joylashmasligi yoki bo'sh turishi bu noto'g'ri moslashuv belgisi, tishlar bilan eyeliner qismlar orasida sezilarli bo'shliq bo'lishi, og'izda doimiy tirnash yoki og'riqli joylar paydo bo'lishi. Agar eyelinerni til bilan oson yechish yoki eyelinerni yechish juda qiyin bo'lib qolsa, darhol stomatologingizga murojaat qiling. U sizga eng to'g'ri yo'lni tavsiya qiladi. Eng yaxshi natija uchun eyelinerlarni kuniga kamida 22 soat davomida taqing. Sizning mukammal tabassumingizga olib boradigan yo'l bu doimiy taqishdir.